Bizda tonalka surishni o'rganamiz hozir. Premium emas, byudjetniy variant. Yuzga tonalka surgandan keyin sho'ralash kerak emas. Ton idealno, gladko, sholkovoy yotishi kerak. Buning uchun nima qilamiz? Taylaymiz. Birinchi, например, sivorotka. Hozir oxirgi payt ishlatayotganim Kubuslappa imенно ekzosoma peptidniy sivorotkasini ishlataman. Oxirgi olganim shu endi. Kosmetikamni yaxshi ko'raman, ishlatib ko'raveraman ko'p. Birinchi sivorotka suramiz, tayinlab olamiz. Yog'liq ko'jaliga sivorotkani o'zi SPF bilan yetadi. Quruq yuzli, mendagi quruq, o'ta quruq yuzliga sivorotka birinchi. Keyin esa quruq yuzlar uchun krem. Men sevaman mana shu kremni. Bu katta versiyasini olaman har doim, no домашний уход uchun bunaqa kichkina versiyasi ham bor qizlar. O'zi tonalka ishlatmayman umuman. Umuman demay, anaqa mehmonlarga borsam faqat. Bitta tonalka 1 yilga yetadi menga. Keyin SPF suramiz. Makiyaj qiladiganlar bor qizlar, vizajistdan. Bitta versiyasini o'rgandim, lekin hal qilib ko'rmaganman. Sizlar bilan birga qilaman. Meniki o'ta quruq yuz bo'lgani uchun, men quruq yuz uchun polniy уход olaman. Mana byudjetniy oldim. Birinchi marta sizlar bilan ochib ishlatib ko'raman. Buni odzivlarini o'qib oldim. Просто tak sotib olganim yo'q qizlar. Odzivlarni olib, положительный odzivlar juda ham ko'pchilik bergani uchun oldim hamma. Suyuqqina, lekin zo'r ishlatishni, конечно, men bilmayman. Sponjiklarim yo'q meni. Kamroq olasizlar, kamroq, tonkiyroq qilib surasizlar qizlar. Ko'p quyib yubordim. Значит, kapelushka sursanglar normalniy bo'ladi. Normalniy kuperozlarimni ham yopdi lekin. Men tonni temniyroq yaxshi ko'raman. Men oq ton voобще yoqtirmayman, chunki o'zimni yuzimni tomirlari juda ham выраженный ko'ringani uchun temniyroq ton yoqadi menga. А так, в принципе, idealno. Keyin rumyani suramiz ustidan. Men hamma narsani qo'limda qilaman. Men vechno vaqtim yo'q. 5 minutda bitishi kerak hammasi. Men matovoy kosmetika umuman ishlatmayman, chunki juda ham yuzim quruq. Shunaqa mayda ajinlarni chiqarib qo'yadi. Keyingisi blesk. Вроде макияж yo'q, и в то же время свежий вид. Честный отзыв. Narxi 175 ming. Menga yoqdi. Faqat tonalka surishdan oldin yaxshi tayinlaymiz, to'g'ri tayinlaymiz kojani. Keyin bu reklama emas qizlar. Men o'zim pulimga sotib oldim. Men просто bo'lishdim sizlar bilan byudjetniy tonalkalarni и вообще to'g'ri ishlatishni sizlar bilan bo'lishdim. Yaxshi qolinglar.